Salom aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi kunda millionlab insonlarni tashvishga solayotgan, har bir uyda muhokama qilinayotgan bir masala bor. Gap shundaki, 20 oydan boshlab mamlakatimizda pensiya tizimida katta va jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirda pensiya olib turganlar, balki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun ham hayotiy ahamiyatga ega. Ba'zi qoidalar sizning moliyaviy ahvolingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Boshqalar esa bürokratik jarayonlarni ancha soddalashtiradi. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, avvalo 20 oygacha amalda bo'lgan tizim qanday ishlagani va undagi asosiy jihatlarni eslab o'taylik. Avvallari pensiya hisoblash tizimi bir muncha murakkab edi. Pensiyalarning indeksatsiyasi, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda qayta hisoblanishi muntazam ravishda amalga oshirilsa-da, bu jarayon ba'zan ma'lum kechikishlar bilan yoki ayrim holatlarda sezilarli darajada inflyatsiya sur'atidan ortda qolgan holda bajarilardi. Pensiya oluvchilar ayniqsa turli nafaqa turlari bo'yicha hujjatlarni yig'ish va topshirishda ko'pincha anaviy usullarga, ya'ni shaxsan pensiya jamg'armasi bo'limlariga borishga majbur bo'lishardi. Bu esa ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun ma'lum bir noqulayliklarni keltirib chiqarar edi. Har bir hujjatni qo'lda to'ldirish, navbat kutish, bir nechta idora oralab yugurish ko'pchilikning vaqtini olardi va jismoniy jihatdan og'irlik tug'dirardi. Qolaversa, ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarga ajratiladigan maxsus nafaqalar yoki imtiyozlar doirasi ham hozirgi zamon talablari darajada keng qamrovli emas edi. Misol uchun, yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki uzoq yillik ish stajiga ega bo'lsa-da, past rasmiy maosh tufayli kam pensiya oluvchilar uchun qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlari yetarli emasdi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. 20 oydan boshlab nimalar o'zgaradi? Bu sana bilan bog'liq eng asosiy yangiliklardan biri bu pensiya miqdorlarini qayta indeksatsiyalashning yangi, ancha shaffof va tizimli mexanizmi joriy etilishidir. Hukumat qaroriga ko'ra, endilikda pensiyalar inflyatsiya darajasiga bog'liq holda avtomatik ravishda yanada tezkorlik bilan qayta hisoblanadi. Bu degani, narx-navoning ko'tarilishiga qarab sizning pensiyangiz ham mutanosib ravishda oshiriladi. Bu esa uning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Ikkinchi muhim o'zgarish bu pensiya tizimida raqamlashtirishning kengaytirilishi. Endilikda ko'pgina pensiya xizmatlari mening fikrim MyGov, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi. Bu orqali siz uyda o'tirgan holda internet orqali ariza topshirishingiz, ma'lumotlaringizni tekshirishingiz va hatto ba'zi nafaqa turlari uchun avtomatik tarzda murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi yangilik bu ma'lum toifadagi pensionerlar uchun qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarining joriy etilishi. Xususan, yolg'iz yashovchi va kam ta'minlangan keksa avlod vakillari uchun maxsus moddiy yordam dasturlari ishga tushiriladi. Bu dasturlar ularning turmush sharoitini yaxshilashga va ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Va nihoyat, pensiya hisoblashda ish staji va daromadga nisbatan yangi koeffitsiyentlar joriy etilishi kutilmoqda. Bu esa ayrim toifadagi fuqarolarning pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu o'zgarishlarning barchasi pensiya jamg'armasi va tegishli davlat idoralari faoliyatining samaradorligini oshirish, shuningdek pensiya oluvchilarga yanada qulayliklar yaratishga qaratilgan. Tizim yanada adolatli va shaffof bo'lishi kutilmoqda. Keling, endi ushbu o'zgarishlarning har birini chuqurroq tahlil qilib chiqaylik. Qaysi qoidalar aynan sizga tegishli ekanligini aniqlab olaylik. Bu ma'lumotlar kim uchun muhim? Kim esa xavotirlanmasligi kerak? Bularning barchasini tushuntirib beraman. Birinchi va eng muhim o'zgarish pensiyalarni inflyatsiyaga mos ravishda avtomatik indeksatsiya qilish mexanizmi. Bu nimani anglatadi? Avvallari hukumat qaroriga ko'ra pensiyalar yiliga 1 yoki 2 marta oshirilardi va bu jarayon ba'zan bozordagi narx-navo o'zgarishlardan ortda qolardi. Endilikda esa pensiya jamg'armasi va statistika agentligi o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilib, har chorakda iste'mol narxlari indeksining o'zgarishi tahlil qilinadi. Agar inflyatsiya darajasi belgilangan chegaradan oshib ketsa,
pensiyalar avtomatik tarzda qayta hisoblanadi. Bu sizning pensiyangizning xarid qobiliyatini saqlab qolishga xizmat qiladi. Masalan, 70 yoshli Oygul xola misolini olaylik. Uning oylik pensiyasi 20 million so'm edi. Yangi tizim joriy etilgach, birinchi chorak yakunlari bo'yicha inflyatsiya 5ni tashkil etdi. Oldingi tizimda bu o'zgarish bir necha oy o'tibgina pensiyada aks etishi mumkin edi. Ammo endi Oygul xolaning pensiyasi keyingi oyning o'zida avtomatik ravishda 5 baringa, ya'ni ehol so'mga oshirilib, 20 million ehol so'm tashkil etadi. Bu uning non, dorilar va boshqa kundalik ehtiyojlar uchun sarflaydigan mablag'ining qadrini saqlab qolishga yordam beradi. Bu o'zgarishdan hamma pensiyaga chiqqan fuqarolar, jumladan yoshga doir nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalarini oluvchilar foyda ko'radilar. Bu borada hech kim xavotirlanishi shart emas. Chunki bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshiriladi va sizdan qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Ikkinchi muhim o'zgarish raqamli xizmatlarning kengayishi va MyGov portali orqali yangi imkoniyatlar. Endilikda pensionerlar nafaqat o'z pensiya miqdorlari haqida ma'lumot olishadi, balki ba'zi nafaqa turlari uchun onlayn ariza topshirishlari ham mumkin. Misol uchun 65 yoshli Anvar aka uzoq yillar xorijda ishlagani sababli uning ish hujjatlari to'liq emas edi. Uning qog'ozdagi mehnat daftarchasini pensiya jamg'armasi xodimlari raqamlashtirishni taklif qilishdi. Endi Anvar aka MyGov portaliga kirib, o'zining mehnat staji haqidagi ma'lumotlarni elektron shaklda tekshirishi, avvalgi ish joylaridan olingan ma'lumotnomalarni ham shu portal orqali elektron imzo bilan tasdiqlatishi mumkin. Eng qizig'i, yangi qoidaga ko'ra, agar sizda qo'shimcha pensiya hisoblash uchun asos bo'luvchi ma'lumotlar, masalan, farzandlar soni bo'yicha imtiyozlar bo'lsa, MyGov tizimi avtomatik ravishda bu ma'lumotlarni boshqa davlat organlari bazasidan oladi va sizga qo'shimcha nafaqaga murojaat qilish imkoniyati taqdim etadi. Bu ayniqsa yangi pensiyaga chiqayotganlar yoki pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar uchun juda katta qulaylikdir. Bu borada faqatgina internetdan foydalanish ko'nikmalari yetarli bo'lmagan ba'zi keksa fuqarolarimizda dastlabki qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Ammo pensiya jamg'armasi bo'limlarida va xalq qabulxonalarida maxsus yordamchi xodimlar ajratilib, ularga onlayn xizmatlardan foydalanish bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatiladi. Uchinchi muhim yangilik, bu yolg'iz yashovchi va kam ta'minlangan pensionerlar uchun maxsus moddiy yordam. Bu dasturlar ayniqsa moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan keksa avlod vakillarimizni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Misol uchun 7 yoshli ma'mura bu uzoq yillar yolg'iz yashaydi va uning pensiyasi minimal miqdorga yaqin edi. Yangi qoidaga binoan ma'mura bu mahallasi tomonidan uning yolg'iz yashashi va kam ta'minlanganligi tasdiqlangach, unga har oyda belgilangan miqdorda qo'shimcha moddiy yordam ajratiladi. Bu moddiy yordam pensiyasiga qo'shimcha ravishda to'lanadi va uning oziq-ovqat, kommunal to'lovlar kabi sarflarga yordam beradi. Bunday dasturlar o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki ijtimoiy adolat tamoyilining amaldagi ifodasidir. Kimki o'zining yolg'iz ekanligini yoki kam ta'minlanganligini his qilsa, o'z mahalla fuqarolar yig'iniga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishi lozim. Bu borada alohida xavotirlanishga hojat yo'q. Aksincha, bu imkoniyatdan foydalanish zarur. 4-o'zgarish ishlayotgan pensionerlarga oid yangi hisoblash koeffitsientlari. Avvallari ishlayotgan pensionerlarga pensiya to'lash bo'yicha ma'lum cheklovlar yoki hisoblashdagi farqlar mavjud edi. Endilikda esa ularning mehnat faoliyatini rag'batlantirish maqsadida ish stajini hisoblash va daromadlarga nisbatan qo'llaniladigan koeffitsiyentlar qayta ko'rib chiqildi. Bu degani, agar siz pensiya olib turib, hali ham mehnat faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsangiz, sizning ishlagan davringizdagi daromadlaringiz pensiyangizni qayta hisoblashda yanada foydaliroq tarzda inobatga olinishi mumkin. Misol uchun 62 yoshli Dilorom opaning pensiyasi ishlamagan paytida 1 million 200 ming so'm edi. U 5 yil davomida yana ishladi va shu muddat ichida uning o'rtacha oylik maoshi pensiya hisoblash uchun belgilangan maksimal daromaddan yuqori edi. Yangi qoidaga ko'ra, uning so'nggi 5 yillik ish staji va daromadlari avvalgidan ancha yuqori koeffitsient bilan hisobga olinib, pensiyasi qayta hisoblandi. Natijada Dilorom opaning pensiyasi avvalgiga nisbatan sezilarli darajada, ya'ni taxminan 15-20% ga oshdi. Bu o'zgarish asosan ish staji uzun bo'lib, pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlashni davom ettirgan
rasmiy daromadga ega bo'lgan pensionerlar uchun foydalidir. Shuni yodda tutingki, bu o'zgarish avtomatik tarzda emas, balki pensiya jamg'armasiga murojaat qilgan holda qayta hisoblash so'ralganidan so'ng amalga oshirilishi mumkin. Bu bo'limda ko'rib turganingizdek, o'zgarishlar keng qamrovli bo'lib, turli toifadagi pensionerlarga turlicha ta'sir qiladi. Avtomatik indeksatsiya barchaga tegishli bo'lsa, raqamli xizmatlar ko'proq yoshroq va texnologiyaga moslashganlarga qulaylik yaratadi. Yolg'iz va kam ta'minlanganlar esa maxsus dasturlardan foydalanishlari mumkin. Ishlayotgan pensionerlar uchun esa qayta hisoblash imkoniyatlari mavjud. Hech kim vahimaga tushmasligi kerak. Ammo har bir yangilikni sinchiklab o'rganish va unga mos ravishda harakat qilish muhim. Har qanday yangi qoidalar tizimida bo'lgani kabi, pensiya tizimidagi bu o'zgarishlarda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmagan nozik jihatlar mavjud. Aynan shular haqida hozir sizga batafsil ma'lumot beraman. Birinchidan, ayrim toifadagi fuqarolar uchun avtomatik indeksatsiya qoidasining nozik jihatlari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, pensiyalar inflyatsiyaga qarab avtomatik ravishda oshiriladi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, davlat tomonidan belgilangan minimal pensiya miqdorlari har doim ham inflyatsiyadan yuqori sur'atlarda o'sishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz minimal pensiya miqdoriga yaqin bo'lsa, sizning pensiyangiz avtomatik indeksatsiya hisobiga emas, balki hukumat tomonidan minimal pensiyalar oshirilishi sababli ko'proq o'sishi mumkin. Bu degani, siz nafaqat indeksatsiya natijasida, balki belgilangan minimal miqdor oshirilishi hisobiga ham 2 marta foyda ko'rishingiz mumkin. Bu ko'pchilik bilmagan bir jihat. Bundan tashqari, maxsus xizmatlar uchun alohida pensiya oluvchilar, masalan, harbiy xizmatchilar, faxriylar, oliy mukofot sohiblari uchun pensiya hisoblashning o'ziga xos mexanizmlari saqlanib qoladi va ularning pensiya miqdorlari boshqa qoidalar asosida belgilanishi mumkin. Bu guruhga mansub fuqarolarimiz o'zlarining pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob varaqlarini tekshirishlari va o'zlariga tegishli qoidalar bo'yicha maslahat olishlari zarur. Ikkinchidan, raqamli xizmatlardan foydalanishdagi tuzoqlar va ehtiyot choralari. MyGov portali orqali ariza topshirish, ma'lumotlarni tekshirish katta qulaylik. Ammo shu bilan birga internetdagi firibgarlik holatlari ham tez-tez uchrab turadi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni yoki parollaringizni shubhali saytlarga kiritmang. Faqatgina rasmiy yevlet.my.gov uz domeniga ega bo'lgan saytdan foydalaning. Agar sizga go'yoki pensiya jamg'armasi nomidan SMS xabar kelib, unda biror havolaga kirish yoki shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlash so'ralsa, juda ehtiyot bo'ling. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday yo'l bilan shaxsiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Shuningdek, MyGov portalidan foydalanishda elektron imzo, e-imzo talab qilinishi mumkin. Agar sizda elektron imzo bo'lmasa, uni qanday olishni bilib oling. Chunki u ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanish uchun asosiy vositadir. Elektron imzo markazlariga murojaat qilib, uni qisqa muddatda olishingiz mumkin. Bu kichik ammo muhim bir istisno. Uchinchidan, yolg'iz yashovchi va kam ta'minlangan pensionerlarga moddiy yordam olishdagi nozikliklar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu dasturlar katta yordam beradi. Biroq bu yordamni olish uchun ma'lum mezonlarga javob berish va hujjatlar paketini taqdim etish lozim. Ba'zi fuqarolar o'zlarining kam ta'minlanganlik darajasini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishda qiynalishlari mumkin. Masalan, ularning ishsiz farzandlari yoki boshqa yaqin qarindoshlari bilan bir uyda yashashlari ularning kam ta'minlanganlik statusiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun moddiy yordamga murojaat qilishdan oldin mahalladagi ijtimoiy xodimlar bilan maslahatlashish va o'z ahvolingizni atroflicha tushuntirish juda muhim. Ular sizga to'g'ri yo'l yo'rib ko'rsatishadi va qaysi hujjatlar aynan sizning holatingizga mos kelishini aniqlashda yordam berishadi. Bu masalada men avtomatik tarzda olaman deb o'ylash xato bo'ladi. Murojaat va tegishli tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. 4-dan, ishlayotgan pensionerlar uchun qayta hisoblashdagi e'tiborga molik jihatlar. Agar siz pensiya olib turib ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblatish uchun pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Bu avtomatik tarzda amalga oshirilmaydi. Ko'pchilik pensiya jamg'armasi o'zi biladi-ku deb o'ylaydi. Ammo bu unday emas. Sizning ish stajingiz va daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatlashgan tizimga kiritilayotgan bo'lsa-da, qayta hisoblash uchun sizning shaxsiy arizangiz asos bo'ladi.
Shuningdek, qayta hisoblashda eng foydali bo'lgan ish staji va daromad davrini tanlash uchun mutaxassis bilan maslahatlashish foydadan xoli emas. Ba'zida pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davr mobaynida oylik daromadingiz pensiya hisoblash uchun maksimal chegara miqdoridan past bo'lgan bo'lsa, qayta hisoblash natijasida pensiyangiz sezilarli darajada oshmasligi ham mumkin. Buni hisobga olish muhim. Ushbu istisnolar va nozik jihatlarni bilish sizni ortiqcha ovoragarchilikdan saqlaydi va sizga tegishli imtiyozlar yoki qo'shimcha yordamni to'liq olishingizga yordam beradi. Har bir holat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun shubha tug'ilganda doimo mutaxassis bilan maslahatlashish eng to'g'ri yo'l. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tdik. Ya'ni siz nima qilishingiz kerak? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishidan qat'i nazar barchamiz bilishimiz va amalga oshirishimiz kerak bo'lgan aniq qadamlar bor. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni va shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. 20 oydan keyin agar pensiyangiz avtomatik indeksatsiya orqali oshirilganini bilmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda bank kartangizga tushgan summani tekshiring. Aksariyat hollarda avtomatik indeksatsiya tufayli pensiyangiz miqdori oshgan bo'ladi. Agarda sizda shubha tug'ilsa yoki aniqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi yo'llar orqali murojaat qilishingiz mumkin. MyGov portali orqali yevlik.my.gov.uz veb-saytiga kiring. Elektron imzo orqali tizimga kirib, pensiya bo'limini tanlang. U yerda siz o'zingizning pensiya miqdoringiz, uning hisoblash tartibi va boshqa tegishli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usul. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan borish. Agar internetdan foydalanishda qiynalsangiz yoki shaxsiy maslahatga ehtiyoj sezilsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda malakali mutaxassislar sizga barcha savollaringizga javob beradi va kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. O'zingiz bilan pasport va pensiya guvohnomasini olishni unutmang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring va yangilang. Bu ayniqsa yangi nafaqa turlari uchun murojaat qilmoqchi bo'lganlar yoki pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar uchun juda muhim. Yolg'iz yashovchi va kam ta'minlangan pensionerlar uchun agar siz yuqorida aytib o'tilgan moddiy yordam dasturlaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, o'zingizning yolg'iz yashashingiz va kam ta'minlanganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomani oling. Bu ma'lumotnoma bilan birga pasport nusxasi va pensiya guvohnomasi nusxasini ilova qilib, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Arizaning standart shaklları pensiya jamg'armasi bo'limlarida mavjud bo'ladi. Ishlayotgan pensionerlar uchun agar siz pensiya olib turib ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz va pensiyangizni ish staji hamda daromadlaringizga qarab qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, mehnat daftarchangizning asli yoki uning notarial tasdiqlangan nusxasi, ish joyingizdan so'nggi ma'lum bir davr uchun olingan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma va pasportingiz bilan pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizdan qayta hisoblash to'g'risida arza yozishni so'rashadi. Uchinchi qadam, axborot xavfsizligiga doimiy rioya qiling va shubhali takliflarga ishonmang. Bu raqamli asarda eng dolzarb tavsiyalardan biridir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, firibgarlar har doim faol. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank hisob raqamlaringiz va parollaringizni hech kimga, hatto o'zini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirgan shaxslarga ham bermang. Agar sizga telefon orqali yoki internetda pensiya bilan bog'liq shubhali takliflar kelib tushsa, darhol pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ularning raqamlari pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki bo'limlarida mavjud, yoki eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib ma'lumotni tekshirib oling. Shuningdek, mahalla faollari, oila a'zolari yoki yoshroq qarindoshlaringizdan raqamli xizmatlardan foydalanishda yordam so'rashdan uyalmang. Ular sizga to'g'ri yo'nalish berishadi va ehtimoliy xavflardan himoya qilishadi. Unutmang, bu qadamlarni bajarish sizning huquqlaringizni himoya qilishga va yangi imkoniyatlardan to'liq foydalanishga yordam beradi. Har bir fuqaro o'zining pensiya ta'minoti bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishi va uni to'g'ri boshqara olishi kerak. Xulosa qilib aytganda, 20 oydan kuchga kiradigan yangi qoidalar pensiya tizimimizni yanada adolatli, shaffof va zamonaviy qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Pensiyalarni avtomatik indeksatsiya qilish, raqamli xizmatlarning kengayishi, yolg'iz va kam ta'minlanganlarga moddiy yordam hamda ishlayotgan pensionerlar uchun
qayta hisoblash imkoniyatlari bularning barchasi sizning hayotingizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng muhimi bu o'zgarishlardan xabardor bo'lish va o'zingizga tegishli choralar ko'rishdir. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni sharhlar bo'limida yozib qoldirishni unutmang. Sizning mulohazalaringiz biz uchun juda qimmatlidir. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi, foydali materiallar yaratishda ilhom beradi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Hayotingiz davomida farovonlik va tinchlik hamrohingiz bo'lsin. Ko'rishguncha.